Voy, nima deyapti? Xullas yil o'tdimi, shunaqa bo'ldi. Uzr, yog'i qiziqmas. Tommy. Xullas, da. Hop. Esini yegan gar Farikdagi hammaga salom bolalar. Bunga yangi videomizga xush kelibsizlar. Yangi videoda o'sha eski o'yinni davomini o'ynayapmiz. Bu o'yinning nomi Dangerous and Demons'ning birinchi qismini davomini o'ynayapmiz. Ko'ramiz. Mana shu kelgan joyimizdan davom ettirishimiz kerak. Bu nima? Yurmayapti bu. Endi yuryapti. Qo'yadi. Ideal. Davay. Hop. Bizning aqlimizni ishlatib bu o'yinni yutishimiz kerak. Videoga like bosib, kanalga obuna qo'yinglar. Videoni ana ko'rdinglarmi? O'tgan safar buni eplamagan. Tony. Sen xuddi nimaga o'xshab qolsan dedi. Nima? Salyami shunda kalbasan. Xullas, kichkina menga yordam ber. Bu yer qandaydir pis degan joyda qo'yib. Bilaman. Eski rasist, satanistik bir narsalar. Ammo men nima qila olaman? Men shunchaki sendan uzoqdaman-ku deb. Tezroq nimadir o'ylab top. Bu esimga kelgan kampir hozir har xohlagan vaqtida men daqiqasida bu yerda paydo bo'lishi mumkin deydi. Yaxshi tushunarli. Tony, o'zingni kuchingni nimaga islavitsa qilgin. Men shunchaki uni nima degan tushunmadim. Когда senga bo'lsang, senga eslataman. Kichkina asbob. Aga. Xullas. O'tkazib tashlayapman xafa bo'lmasdan. Yoqtirgan seriali. Biz короче personajni asabini buzib chiqishga yordam berdik. Endi qoch politsiya uchastkasiga. Sen tezroq Timini yetib olishing kerak va Tommyga yordam berish. Ehtiyot bo'l deydi. Allaqachon qorong'u, men shoshilishim kerak deydi bizning personaj. Inventar bo'sh. Xo'p. Prizrak. Bu arvoh. Mana arvohmi? Xo'p, bu yerdachi bilaman yopiq. Bu yerda sut uyi. Tommy. Voy, nima bo'la qilyapti buni? Meni qo'yib yuborsin, men bilan so'kinadi. Seni qo'yib berish? Yo'q. Sen mendan qochib keta olmaysan. Allaqachon qorong'u. Biz nimaga tayyormiz deydi bir bolaga. Iltimos, unda men xohlaganingizni qilaman, nima xohlasangiz ham. Onangni bolasi, shunaqa ham sharmanda gapiradi, mana buni o'qib o'tirmanglar. O'zingni o'chir. Cherf chumolimi? Xullas, sen iblisni jertvasiga mos kelasan. Bu uyda yashaydigan iblisni jertvasiga mos kelasan. Iblis? O'zini xunuk ketayotgan bo'lsa, nima sen his qilmayapsanmi? U bizga qarab turibdi hozir ham. Biz bilan deydi kampir. U tayyor. Xullas kirov haqida yo'q dedi. To'xta. Kim gapirdi dedi ana kampir. Bu men iblisman. Bo'lay mana biz personaj. Iblis? Albatta. Axir meni podstronning ovozimni eshitmayapsanmi? Sen shunchaki ahmoq bo'lasan. Seni o'zingni do'stingni yo'qotishni xohlaydigan ahmoq bo'lasan dedi kampir. Sen juda vaqtida qochib ketding. Xo'p. Mayli. Nevajna, shart emas. Iblis og'riq va o'lim olib keladi bu shaharga dedi. Menga yordam ber. Kichkina, men o'lishni xohlamayman. Jinnerson, men qo'limda hech bo'la kelmaydi bu yerda. Agar men Janob Iblis, agar siz rostdan ham bo'lsangiz, menga mana bu jin urgan nima miyasini yegan xullas nimani kallasini olib kela olmaysizmi dedim, shunaqa dedi. Fish deydi.
Wow! Keyingi kuni tashlandiq. Bino отпечатан xullas pechat urildi. Pechatdan xullas huzur bilmayotgan joyim xullas nima qildim. Qanchadir oy o'tgandan keyin odamlar bu sekta haqida gapirishni boshlashdi. Politsiya bilmasdi agar bu kult davom etganda nima bo'lishini va ko'rinib turibdiki, unga umuman farqi yo'q. 10 yil o'tgandan keyin voy nima deyapti? Xullas yil o'tdimi shunaqa bo'ldi. Uzr yog'i qiziq emas. Tomi. Xullas hop esini yegan gar Parikdagi erkak bo'lib chiqqan ekan. Va bu Anakleto Rhagat seriyali qotil iblisni davomchisi bo'lgan ekan u. U tirik bo'lib chiqibdi va Lustra ya'ni boshga tushgan, uni o'ldirmabdi. U prosta uni komaga tushirishga va nima qilishga olib kelibdi boyagi. Tunda u turibdi va komadan turibdi va qochibdi. Ammo unga nima u qanday qocha oldi? U 80 yoshda va 10 yildan va oxirgi 10 yilda u komada yotgan. Hozir ham xullasda. Xullas qochdi. Bizga o'yinni sotib olasanmi deydi qolgan. Yo'q. Ikkinchi glava ochildi. Ular Asobanyak o'sha nima olingandan keyin Anakleto bitta yashirinlik bor edi deydi. U bizni pastga olib keta oladi. Sekinroq yoz. Qanday qilib bo'lsa ham mana ularni nima qilmoqchi edi. Bu yerdamidi? Jin urgan varglar qayerda Lyuk deydi. Jin ursindim. Muzikani qara. Jin ursin. Bro, topasizmi bugun? Eshat, sen ketishga shoshil deydi. Nima deydi-ya bu? Bu to'g'ridan-to'g'ri menga gapiryapti. Ey, kalta fahim, sen tushunyapsanmi? Sen mana bu befoyda gadjeting bilan qo'lingda nima ushlab turganing, yoki yo'qmi deydi. Bu to'g'ridan-to'g'ri bizga nima qilyapti-ku? Wow! Rahmat, Pavlitel. Nima olib keldi u? Chut, poz juda kech. Qiziq. Bu yerni yana ko'rish juda ham qiziq, g'alati deydi. Biz personaj katta bo'libdi. Bu Lyuk nima bo'ldi? Menimcha yashirin o'tish bo'lsa kerak. Menimcha men kech qoldim. Xo'sh, men pastga tushishim kerak. Yaqinda nima tushadi? Zakat. Shom nima bo'lardi? Quyosh botadi va men shoshilishim kerak. Ilon chaqmasa o'lmaysizmi, bro? Kichkintoy, endi kichkina emassan degan umiddaman. Xo'p, o'tdim. Qaysi yo'ldan ketamiz? Mana so'rayapsan, bir yoki davay o'rtadan. Bu yer markaz. Jin ursin, men yana orqaga qaytib qoldim. Demak, o'rta emas ekan. Davay orqadagidan. Bu birinchi edi, o'ng tarafdagida xullas. Ey, sen qayerda chiqish yo'lini bilmaysanmi? No, vроде bir tinga olgan yo'l. O'ngga. Voy, menimcha o'ta chiqish bo'lmasa kerak. Sichqon bilan gaplashish kerak, absolutni. Chapga. Yo'g'a bor ekan chapda ekan. Yana chap. Chapda ekan. Bu safar chapda bo'lmaydi aniq, o'rtaga. Yana boshiga qaytarib qo'ydi. Voy bolalar, tushunmaysizlar bor-ku, qanchada yetib kelganim bu yoqqacha bor, shunaqa azoblandim. Necha marta adashib qaytadan boshladim. Nihoyat yetib keldim. Nihoyat chiqish deydi. Qanday ochiladi bu lyuk deydi. Oy. Men bilardim. Bu nimani tagida qanaqadir bog' borligini. Tashlandiq, asobanyak tashlandiq bor. Va chaqmoq chaqyaptimi? Ekotizm bormi nima?
Вроде balki bordir. Xo'p. Statuyada, короче, uradi. O? Chiroyli tishli ot haykali. Voy, shaytoniy belgilar ko'p уже. Yetarlicha qo'rqinchli rasm ko'ramiz. Buni inventarga olsak nima bo'lar ekan deydi. Kimdir, menimcha kimdir ko'rinishidan kimdir rasmni o'g'irladi deydi. O'zi o'g'irladi-ku. Mam tirilib ketsam. Statuya ko'zi jinimisan? Bu hech qanaqa echki emas bu. Bo'sh nimani oldi? Endichi. Okey. Bu yerlardan nimadir chiqmasligi aniq rasm oldik. Xo'p, endi nimadirni sinab ko'ramiz. Men orqaga qaytolmayman. Balki u уже nimani topgandir, жертва. Xo'p, demak orqaga qaytadigan eshik rolida. Endi bu yakkashoq dedi. Tishi yo'q, yakkashoq. Mana tishi. Bu protez. Tak, buni mana chaninga olib borsak kerak echkiga. Echki emas, iblis mi? Xo'p. Aytmadimmi? Ochdim. To'xtanglar, mana bu yoqqa. Rasm shu yoqqa ishlatish kerak edi. Yo'q, ishlatmas. Ну, давай kiramiz endi. Voy. Yetarlicha жуткий rasm. Xo'p, yetarlicha жуткий rasm deydi, xo'p. Bilinib turibdi, bu yoqqa rasm. Не работает? Mana bu yoqqa ham qo'ysa bo'ladi demak, to'g'rimi? O'zi shu yoqqa ekan. Просто rasmni olib kelganda nima foyda bu yoqqa? Ha, bu yoqqa rasmlar kerak hali. Men nimadir ko'zdan qochirdim aniq. Bu yoqqa borib ko'ramiz aytgancha. Bu rasmni olib ketamiz, to'g'rimi? Bu yerdan ham kerak narsa olay. Xuddi bosh chanog'i shaklidagi ruchka deydi, eshik ruchka. Endi o'xshadi. Yo'qda yo'l yo'qmi? Ha, bro, kolleksiya qilasizmi deyman unaqa rasmlardan. O. Klitka. Tushunarli. Klitka bilan nimani ochishga harakat qilib ko'raman eshikka. Bosh chanog'ili eshik bor-da o'sha. Nima kerak bor-ku u yoqdan bu yoqqa odamni ovora qilib. Klitka ekan-ku. Nega inventar ochib qaramadim? Hop, bildik. Endi nima qilish kerak dedi. Davay suq ko'r. Bolalar bugungi qismini aynan shu joyda tugataman. Nima qilishni bilmay qoldim chunki keyingi videoda buni davomi keladi. O'shani o'ynab ko'ramiz. Keyingi videoda emas, keyinroq albatta buni ham davomi chiqadi. Agar sizlarga yoqsa ko'ramiz. Videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Qani ko'ramiz oxirida nima bo'lar ekan. Ko'rdinglar, kampir chol bo'lib chiqdi. Xullas, hammaga goodbye.